Bu suhbat mana Abdunay akamdan magazinimiz nimaga tanlaganlar haqida mana tanlaymiz. So'raymiz. So'raysiz, nimani so'raysiz? Magazinimizni nima uchun tanlagansiz mana? Bu endi Nima uchun boshqa bizdan savol savdo bo'ldi. qilasiz? Sababi shuki, bir paytlar bizda plastikda ham muammo bor edi. Shu yerda oson bo'lgan klientlarimiz uchun. Pul yechib olishda. Pul yechib olishda ayrim joylarda misol uchun 50 million narsani plastik deb kirsak, 60 ming qandaydir ustiga qo'yish bo'lardi. Bu yashirish emas. O'sha paytlarda bizni klientlar uchun manfaatli bo'lgan, bir xil ketavergan. Men klientlar uchun foydali bo'lgani uchun shu yerga hali hamkorlik boshlaganmiz hali. Nechinchi yildan beri biz savdo qilasiz? Nechinchi yildan Savdoni beri? shu yerdan qilishni ma'qul topganmiz. Чтобы klientimizga ma'qul bo'lgani uchun. Nechinchi yildan beri savdo qilasiz bizdan? Kelishimiz bilmadim nechinchi yildan beri. Bu bola yosh bola Taxminan. ekan. Ha. Qancha yosh bola edi-da? 2014-13 yillardan beri. 12-13 yil bo'lyapti. Ha, past. Yaxshi, hamma ular vaqtida yetib borib, Xudo xohlasa ham joylarda bo'lyapti. Narx-navolarimiz ham yo'lga solishtirib turamiz, tender qilib turamiz. Yomon emas. Xudo xohlasa. Klientlar uchun avvalo klientlarimiz uchun, ma'ni klientlar uchun manfaatli, rozilik bilan bo'ladi ishlar bo'ladi. Hali narx-navo bo'yicha. To'g'ri, rozilikda gap. Yetkazib berishlar ham joyida, xudo xohlasa. Abdumalik aka, iliq fikrlar uchun katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mikrofonimizni olamiz. Xayrli bo'lsin hammasi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.